Men kredit qo'yishim. Qanaqa kredit? To'lmayman, uni chiqaryapman nimadan? Mahalladan ish olmoqchi edim. Men juma kuni keldim. Bu kishi aytdiki, mana bu almashtirdi, o'rniga boshqa bo'ladi dedi. Hozir kelsam bu kishi aytyapti, endi kelar kuting deyapti. Men bu ikkomiz bitta. Siz shu qanday bo'ldingiz? Men aytayapman, Mumkin. qat gapirishsin. Sizlardan men juda ham minnatdorman. Sizlar zo'rmangsizlar. Necha yillik klientlaringman. To'g'risida bog'chamiz borda 50 o'rinlik muddatidan oldin yopib tashlagan edim. Ochishga yana kredit so'rab keldim. Hech lekin anaqa problemasiz oy to'lmay turib, oydan oyga o'tmaganda o'rtacha bo'lib turibdi katemda. Ochishga yana anaqa kredit so'rab keldim 100 million. Nima deyapti? Akrom, onu sitatni. Son kunni o'tgan bor. Shunga hayronmanda, to'rtda. Hech lekin anaqa oydan oyga o'tmagan kreditlar unaqa problema ham bo'lmagan. Mana oy muddat to'lmay turib, oldinroq yopib tashladim. 1 yil oldin yopib tashladim. Akrom 1 yil davomida bo'lganmi shu? O'sha olgan payti son kunni o'tgan bor-ku. Yo'q, o'sha kunlar Bir yildan o'tdi-da. Mart oyida yopdingizmi o'tganlar? 1 yil bo'ldimi? 1 yil bo'lib qo'ydi, muddatidan oldin. Men o'zim endi sog'ligim yo'qligi uchun bankka kiritmaydim. Oldinroq to'lab tashladim. Uni ko'rib chiqamiz ota, uni ko'rib chiqamiz. Qarang, 1 yil davomida o'sha kunni tushunimiz bo'lsa bo'ladi-da. Ha, oxirgi. Shuni boyagi nima tadbirkorlar qo'llab-quvvatlashmi? Shu yig'ilishlarda aytganday. Besovchi san'at palatalariga ham chiqdim. Telefon qilib, arizalarni qo'yganman. Bo'lmadi.